Ota-onamni, yaqinlarimni Umra safariga jo'natmoqchiman. Hikmat Travel'da narxlar qanaqa bo'lyapti degan obunachilarimiz, xudo xolasa shu video aynan sizlar uchun videomizni o'tkazib bormaysizlar. Sizlarga chiroyli qilib ma'lumotlarni olib berishga harakat qilamiz. Bugun Hikmat Travel Abdug'ofur aka oldilariga yetib kelganmiz. Videomizni boshlaridan bittadan layklarni bosib, kanalimizga yangi bo'lsalaring obuna bo'lib qo'ysalar, xudo xolasa sizlarga chiroyli qilib ma'lumotlarni olib berishga harakat qilamiz. Abdug'ofur aka, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Aka, endi biz obunachilar uchun bitta narxlar tushuntirib berasiz aka. Sharoitlar qanaqa, to'lov masalalari qanaqa, 14 kunlik safar o'zi ichiga nimalar kiradi, hammasini to'liq ma'lumotini bersiz. Xo'p bo'ladi. Hozircha Toshkent yo'nalishi bo'yicha reyslarimiz bor. Aha. Toshkent yo'nalishi bo'yicha reysimizning narxini $925 qilib beramiz. Toshkentdan. Toshkentdan. Bundan tashqari, xo'p, sharoitlarimiz Madina Munavvarada 200 metrdan 400 metrgacha, gastinisalarimiz uzoqligi Makka Mukarramada 800 metrdan 2,5 kilometrgacha. Qaysi gastinisamiz bo'sh bo'lsa, o'shga tushadi, xudo xolasa. Zo'r. Xo'p, undan tashqari Madina Munavvarada 2 mahal, Makka Mukarramada 3 mahal o'zbek milliy taom. Madina Munavvara ziyoratlari, Makka Mukarrama ziyoratlari, Qizil dengiz sayohati ham bu turimizni o'z ichiga oladi, xudo xolasa. Zo'r. Xo'p, bundan tashqari 50 bosh xizmat aeroportdan billa borib billa kelishadi. Firma tomonidan kamzi so'mka bejik beriladi. Qaytilayotganda 5 litr zamzam suvi bonus sifatida qo'shib beriladi, xudo xolasa. Gap yo'q. Xo'p, bundan tashqari endi pul masalalari, to'lovlar qanday bo'ladi deydigan obunachilarimiz uchun xohlasalar rasmiy ofislarimizga kelib, rasmiy kassalarimizga to'lovlarni qilib ketinglar. Rasmiy kassalarimiz manzillari xo'p, Andijonda bor, Toshkentda bor, Farg'onada bor. Yo, bizga uzoqlik qiladi deydiganlar uchun shu nomerda Telegram, WhatsApplarimiz bor. Pasportlarini tashlab bersalaring, rasmiy hisob raqamlar beramiz. Shunga jindekkina zakolat summa tashlaysizlar bank orqali, uni qolganini aeroportda hisob-kitob qilsak bo'laveradi. O'zlariga qulay bo'lgandan xudo xolasa to'lovlar amalga oshirib ketsa bo'lar ekanda, demak, pastda Abdug'ofur aka o'zlarining nomerlari turibdi, Telegram, WhatsApplari bor, bemalol aloqa qilsalaring bilan xudo xolasa sizlarga chiroyli qilib ma'lumotlar yetkazib beramiz. Videomiz yoqqan bo'lsa bitta like bosib, kanalimizga obuna bo'lib qo'ysalar, xudo xolasa birinchilardan biri videolarimizni kuzatib borishlaring mumkin bo'ladi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Bu videoda Umra safariga bormoqchi bo'lgan yaqinlaringizga yuborib qo'ying.